Do'stlar, anchadan beri Janubiy Koreya haqida aytib kelayotgan yolg'onni bugun birgalikda fosh etamiz. Bu nima? Haqiqatan ham Janubiy Koreyada bir oyda 5000 dollar pul topsa bo'ladimi? Balkim 10 000 dollar pul topar. Mana shuni bugun mana shu videoda isbotlaymiz. Bugundan boshlab yangi qonun kuchga kirdi. Shu qonunga asoslangan holatda bugun men bir kunda bitdan keyin abitgacha uxlab ko'chaga chiqib ishlab 500 ming won pul topdim. Qaranglar, 500 ming won pul. Bu degani 400 dollar degani. 500 ming wonni agar 30 kunga ko'paytiradigan bo'lsalar 15 million won pul bo'ladi. Men bir oyda 1 million rasxod qilsam xarajatlarimga 14 million O'zbekistonga sovg'aga chiqarib yuborsam bo'lar ekan. Bu degani 10 ming dollar. O'zbekistondagilar bilmasligi mumkin. Bu Koreyaning 50 ming wonlik puli. Omanon mana shu xola. Tangim deysizlar, kim deysizlar? Xullas 50 ming won puli mana shu orqa ko'rinishi. Bank of Korea. Omanon. Keyingisi bu 10 mingtalik puli Manon. Mana shu tog'on rasmi taxminan 7 dollar atrofida. 50 ming won pulimiz taxminan 37 yoki 40 dollar. Kelinglar 500 ming so'm deymiz. 40 dollar balkim 500 ming so'm bo'lar, bilmayman. Hozir kursda shunaqa ixcham pullari bor. Jam bo'lib bu 40 dollarga to'g'ri keladi. Inflyatsiya bo'yicha O'zbekiston 10 barobar yomon ekan. Keyingisi Koreyani bu 5 ming wonlik puli. 3,5 dollar atrofida. O'chanon. Keyingisi bu Koreyaning 1000 wonlik puli. Afsus bu pul hozir avtobusga ham o'tmaydi. Avtobusda 1,5 ming wondan, ba'zi joylarda 1700, ba'zi joylarda 1900 wondan ekspressga qarab bo'linadi. Xullas, shunaqa gaplar. Yangi chiqqan qonun bo'yicha bugun men 500 ming won bir kunda topdim. Bir oyda bu degani 15 million. Kuniga 500 mingdan 365 ga ham ko'paytirib qo'ysalar ham bo'ladi. Yangi qonun bo'yicha hozir Janubiy Koreyada daraxtdan pullar yog'ilyapti ekan. Bemalol kelib terib olsalar bo'ladi. Xullas, shunaqa gaplar.